Sentyabr oyida umraga bormoqchisiz, lekin narxlari sizni qiziqtiradi. Lekin har xil narxlarni ko'ryapsiz, qaysi biri ishonchli, qaysi biri ishonchsiz. Bilmayapsizmi? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz, do'stlar? Biz sizlar uchun sentyabr oyiga juda ham qaynoq chegirmalar e'lon qilganmiz. Xudo xolasa sizlar videoda oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, sizlarga biz to'liq va batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like va obuna bo'lishni talab qiladi xolos. Sababi qanday? Mana shu video auditoriyamiz kengroq insonlarga yetib borish uchun va mana shunday chegirmali va chiroyli narxlarni kuzatib borish uchun ko'proq qadrdonlarimiz obuna bo'lish uchun sizni ham hissangiz qo'shiladi azizlar. Albatta ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Sentyabr oyida umralarimiz narxi nechi pul? Shart-sharoitlarimiz qanday? Shular haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizda safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka mukarramani tashkil qiladi. Hozirgi kunda bizda haftaning har seshanba va chorshanba sanalariga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni amalga oshirilyapti. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz davom etmoqda. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizga ma'qul kelgan sanaga, o'zingizga tushadigan sanalarga joylaringizni bron qilishingiz mumkin. Bu paketimiz standart plus paketi bo'ladi. Ya'ni siz komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda bizda 5000 dan oshiq ziyoratchilarimiz uje ziyorat va ibodatlarni qilib kelishdi. Ya'ni mana shu videomizni mana shu ziyoratchilarimiz ham ko'rib turgan bo'lsa, ekranga yoki kommentariyada fikrlaringni yozib qoldiringlar. Bizning sharoitlarimiz, bizning xizmatlarimiz qanday bo'ldi? 50 boshlarimiz tomonidan qanday xizmatlar ko'rsatildi? Shularni yozib qoldirsalaring, kelgusida bormoqchi bo'lib yurgan ziyoratchilarga ham sizning fikringiz muhim bo'lishi mumkin azizlar. Hoziroq bog'laning, aloqaga chiqing, joylaringizni bron qiling azizlar. Hozirgi kunda bizda Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz 1075 dollardan, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz esa 1025 dollardan qilib belgiladik. Hoziroq ekranda raqamlar qoldirsangiz, vizangiz bo'lsa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 975 dollardan, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha esa 1925 dollardan qilib belgilandi. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing. Bunday imkoniyat, bunday sharoit har doim ham bo'lavermaydi azizlar. To'lovlarimiz siz istagan usulda amalga oshirishingiz mumkin. Xohlasangiz bank orqali, xohlasangiz ofisga kelib, ya'ni Marg'ilon City'dagi ofisga kelib, bemalol shartnoma asosida to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlarni operatorlarimiz tomonidan taqdim qilinadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat.